WhatsApp tadbirkorlari bozorga kirsa, mana shu odam bundan firma qilib do'kon ochamiz deyishsa. Hujjat masalasi qanaqa bo'ladi? Yaxshi savol beryapti. Firma ochish sherik bo'lmasa bo'lmaydimi? Agar bu masalan quvundagi bir sherik Problem afg'on bo'lsa, siz bilan men aytaman, mening nazarim bu. Siz bilan bir afg'on sherik bo'lsa yaxshiroq. Unga 1% beriladi, 10% beriladi, 5% beriladi, ko'p bermaydi. Sherikchilikda ishlasanglar yaxshiroq deyapti. Buni nafi Afg'onistonda mana deylik sherik topdik. Men siz bilan ishlayapman. O'zbeklarni, mana men O'zbekistondan kelgan, O'zbekiston fuqarosi mana haq huquqimni bu yoqda himoyalash qanaqa bo'ladi? Deylik, men siz bilan ishladim, siz bilan kelisha olmadim va siz meni pulga kiydirdingiz desak. Mana shunaqa xavfli vaziyatlarda force majeure Afg'oniston bo'ladi. Oldingi paytlarga bunaqa bo'lishadi aka. Siz kelasiz, bizdan kelishasiz, keyin sizlarni hallab qo'yishi mumkin edi. Bu paytlar bo'lishadi aka. Hozirga bunaqa bo'lmaydi aka. Hozir bizda sizlar kim anlasaga Tolibonga murojaat qilasizlar. Ularga yozib berasiz. Ular plus ham o'sha odamni topib sizga hammasini hal qilib beradi. Bo'lmasa qarang, hozir meni kimdir aldab pulga kiydirsa agar, men Tolibonlarga xat yozaman. Subut hujjat hal bo'ladi. Xulosa shunaqa bo'lyapti. Afg'onistonga umuman qo'rqmasdan bozoriga kirsanglar bo'ladi. Chunki barcha O'zbekiston fuqarolari uchun hamma narsa xavfsiz va haq huquqlaringiz himoya qilinadi.